savolga javobni boshidan o'rganayotgan paytingizda topsangiz, bu artikl aslida qanaqa muhim ekanligini, nimaga kerak ekanligini tushunib olasiz. Demak, nemis tilida artikl. Demak, mana shu mavzuda qo'limdan kelgancha tushuntirib beraman. Bilasizlar, nemis tilida kim nima so'roviga javob bo'ladigan so'zlar artikl, ya'ni rodlar bilan keladi. O'zi rod nima kerak bizga? Shuni aytadigan bo'lsam, menimcha ovozda uzilish bo'lmayapti. Mabodo bo'lsa, kommentariyaga yozib o'rtalaring. O'shanga qarab biz nima kerak. Xo'p, kim nima so'roviga javob bo'ladigan so'zlar nemis tilida artikl bilan keladi. Artiklning vazifasi nima o'zi? Artiklning vazifasi xuddiki nemis tilini siz bitta jamiyat deb olsak, demak, nemis tili bu jamiyatga taqqoslasak, jamiyat. Endi jamiyat bilasiz, jamiyat nimadan tashkil topgan? Oilalardan tashkil topgan, oilalardan tashkil topgan. Xo'p, endi mana shu oila xuddiki rod, ya'ni o'sha muziko-jenskiga taqqoslasa bo'ladi. Demak, oila, biz o'sha oilalarimiz xuddiki rodlarga rod deb qo'yaman, ya'ni mana jamiyat oiladan tashkil topgan, o'sha oilalardan tashkil topgan jamiyat nemis tilida ham shu rodlardan tashkil topgan, ya'ni muziko-jenskiy hamda sredniy rod. Tak, jadval ko'rsatamiz. Demak, nominativ, akkuzativ, dativ, genitiv. Der, di, das, di. Xo'p, sizlar har xil bilimlilar turgan bo'lsa, kerakli joylarni tushuntirib ketaveraman. Demak, genitiv. Mana muziko, maskulinum deb o'rganilgan, maskulinum. Der artikel, femininum. Di, ya'ni jenskiy rod artikli di, sredniy rod artikli noitrumimiz, sredniy rod das bo'ladi. Endi ko'plik pluralimiz bor, di, plural. Bu umumiy hammasi bitta bo'ladi. Qarang, aytilyapti, nemis tili jamiyat, tasavvur qiladigan bo'lsa, jamiyatga o'xshagan narsa. Endi mana shu der, di, dasimiz bo'lsa, bu oila. Hech qachon masalan qaysidir oila bo'lsa, boshqa oilaga o'sha a'zolari qo'shilib ketmaydi. Ya'ni der artiklli so'zlarga kirgan bu maxsus bitta guruh desak, oila desak, buni a'zosi hech qachon diga aralashib ketmaydi yoki di oilasiga mansub shaxslar hech qachon dasga aralashib ketmaydi. Dasga yoki derga. Endi mana shu der, di, das uchalasi ham bir bo'lib, ko'plikda bu bitta jamiyat bo'ladi. O'shaning uchun ko'plikda artikli bitta di. Chunki jamiyat bitta, O'zbekiston jamiyat masalan. O'zbekiston, lekin oilaga endi der uchun, di uchun, das uchun alohida endi oilalar uchun qoidasi bor. Ichki qoidasi hech qachon der oilasidagi qoidaga di amal qilmaydi yoki di oilasini ichidagi qoidaga hech qachon das amal qilmaydi yoki dasni ichidagi qoidaga hech qachon der amal qilmaydi. Nemis tili shunaqa tartibli tilki, so'zlarni shunaqa guruhga bo'lib qo'ygan. Shuning uchun kerak. Buni mana o'zbek tili bilan solishtiradigan bo'lsak, o'zbek tili umumiy til, unda artikl, rod degan narsa yo'q. Muziko rodga kiradigan so'zlar, jenskiy sredniy rodga kiradigan so'zlar degan narsa yo'q. Bu bizni o'sha xalqimizga o'xshab ketib qoladi. Yoki nemis tili shu til hech esingizdan chiqarmang, til yo xalqqa o'xshaydi, xalq yoki tilga o'xshaydi. Mana nemislar ko'pchilik madaniyatni o'rgangan bo'lsa, hech qachon birovni ishiga aralashmaydi. U boshqa, men boshqa deydi. Va o'shanchina guruhlarga ajratib qo'ygan, hamma bir-birini ishiga aralashadi. O'shanchun ham rod yo'q bizda. Hamma umumiy. Shuning uchun kerak bizga endi artikl. Qarang, sizlar o'rgangansizlar o'sha nemis tilida kim nima so'roviga javob beradigan so'zlar, nemis tilida kim nima so'roviga javob bo'ladigan barcha so'zlar artikllar, shu derdidas artikllari bilan keladi. Artikllar bilan keladi. Faqatgina kim nima so'roviga javob beradigan so'zlargina keladi, artikl bilan keladi. Xo'p,
boshqa qanday, qanaqa, qachon, qaysi degan so'roqqa javoblaydigan so'zlar hech qachon artikeldan kelmaydi. Endi ko'pchilikning muammosi so'zlarda artikelni qanaqa qilib topsa bo'ladi, yechimi nima deyishadi. Siz eshitgan o'sha nemis tilida so'zda artikelni topish muammo aslida. Bu narsaga nemislar o'zi ham shu so'zlarni o'rganayotgan paytingizda eng yaxshisi siz ana shu so'zni artikli bilan yodlaganingiz yaxshi. Biz bugun o'sha artikelni qanaqa qilib oson o'rganish mumkin degan mavzuda qo'yganmiz. So'zlarda artikelni topish deyilmagan, chalkashtira olmanglar. O'shaning uchun hozir artikelni o'sha osonroq tushuntirish usulini ko'rsatib beraman. Qarang, akkuzativ, dativ, genetiv degan narsalar ham bor bizda. Bu narsalar ilmiy terminlar. Sizlar tilni o'rganayotganingizda shart emas ilmiy terminni bilishingiz. Lekin nima ekanligini tushunib olsangiz bo'ldi. Ya'ni akkuzativ nima degan akkuzativ degan gapda so'zda aytish shart emas. Shu akkuzativ nimaligini tushunib oling, nimaga kerak ekanligini tushunib oling bo'ldi. Chunki siz o'qituvchi bo'lmaysiz ertaga. Siz tilni o'rganib, kommunikatsiya, o'sha muloqotda ishlatadigan darajada bo'lsangiz bo'ldi. Xo'p, demak, der denga aylanadi. Oldin artikelni polni jadvalni to'ldirib olaman, keyin bitta to'xtalib tushuntirib beraman. Der denga aylanadi, der dativda denga aylanadi, genetivda des. Endi diligicha qoladi, o'zgarmaydi. Di dativda derga aylanib ketadi. Genetivda ham der bo'ladi. Das akkuzativda dasligicha qoladi, dativda denligicha qoladi, genetivda des. Endi ko'plik akkuzativda di, dativda den yodlagansiz bu jadvalni. Hammalaring yodlagan bo'lishlaring kerak. Endi savol tug'iladi. Shu umumiy artikel bizga nimaga kerak? Nima uchun nemislar chiqarib qo'ygan? Bizni boshimiz og'ritib, nima qilishadi bular? Deyishingiz mumkin. Qarang, hech qachon sizdan chiqarmang. O'zbek tilidagi yozib qo'yamiz buni ham. O'zbek tilidagi ba'zi bir qo'shimchalarni ba'zi bir hammasini demayapmiz. Ba'zi bir qo'shimchalar vazifasini qo'shimchalar vazifasini artikel bajaradi. Demak, artikel o'sha mana shu derdidas yoki shu o'zgarishlar so'zlarda qaysi rodga tegishli ekanligini ko'rsatish bilan bir qatorda bizga o'sha ba'zi bir o'zbek tilidagi qo'shimchalar vazifasini ham bajarar ekan. Mana shu narsa uchun kerak. Bizdagi qo'shimchalar vazifasini artikel bajaradi. Men bitta ko'rib chiqamiz. Masalan, nominativ. Savolni yozib qo'yapman jadvalning ichida. Mana ver kim? Vas nima? Mana kim nima so'roviga javob berilayotgan paytda so'zlarda artikelni shu das bilan berasiz. Siz o'sha so'zni qaysi artikelda kelishligini yodlab olgan bo'lsangiz, bu muammo bo'lmaydi. Masalan, mana misol qilamiz. Kim nima so'roviga javob bersangiz, das bilan kelsin. Bo'ldi, shu nominativ. Hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmayapti so'z orqasiga. Masalan, der Tisch ist schön. Mana gap yozdim har bir darajada. Xo'p, demak, schön. Endi qarang. O'zbek tilida savol beraman. Stol chiroyli, o'zbekchasini yozsam mana. Stol chiroyli. Ana stol degan so'zga. O'zbek tilida ham nima deb savol beraman. Nima chiroyli? Stol chiroyli. O'sha savol nima bo'lganligi uchun mana nimani demayapman, nimaga demayapman, nimadan demayapman. Stol chiroyli deganligim uchun hech qanaqa mana o'zbek tilida orqasiga qo'shimcha qo'shmadim. Shu sababli tishni artikli der bilan keldi. Mana belgilab olamiz va savoli was, ya'ni nima? Tak, nima so'roviga javob bo'ldi. Sariqqa. Endi qarang. Men stolni sotib oldim. Nimani? Stolni savol orqali chiqarasiz. Endi demak akkuzativga to'xtalyapman. Akkuzativ. When kimni so'roviga javob bo'ladi? Kimni? Was nimani? Xo'p, endi mana gap yozaman. Oldin, der Tisch ist schön. Kaufe den Tisch.
Nemis tili ikkinchi pozitsiyaga doim fe'l keladi. Mana fe'lni ikkinchi pozitsiyaga qo'yib tusladim. Undan keyin mana dentishga e'tibor bering. Tishda artikelni derdan denga aylantirdim. Nima sababdan? Tak. Chunki aynan dentishni belgilab olaman. Tak. Mana sababi vas. Endi vas so'rog'i aytish yo'q, hozir nima degan ma'noni beradi deyapti. O'zingizku nimaga endi nimani degan ma'noda keladi deyishingiz mumkin. O'zbek tilida ham, nemis tilida ham yozilishi, aytilishi bir xil bo'lgan, lekin mazmuni ikki xil bo'lgan so'zlar tiqilyapti. Masalan, o'zbek tilida ham o't desam, o't. Misol o'tmoq, u yo'ldan bu yo'lga o'tmoq. Ikkinchisi o't, yonadigan o't. Ikkinchisi o't, maysa. Mana yozilishi, aytilishi bir xil shu so'zmi, ma'nosi har xil. Nemis tilida ham bor bu narsa. Hech qachon nemis tili o'zbek tili bilan 100% bir xil bo'lish kerak degan qoida yo'q. Nemis tilida ma'noda ham keladi, nimani degan ma'noda ham keladi. Gapda endi siz mana ich kaufe dentish, nimani sotib olding? Stolni deyapsiz. Shuni hisobiga mana demak, yashilga bo'yamiz. Taksiga men so'zni ma'nosini yozyapman. Mana o'zbek tiliga solishtirib. Stolni mana tish degan so'zim turibdi. Nemis tilida ham, mana o'zbek tilida ham turibdi. Lekin aynan menga mana ni ma'nosini berayotgan so'z hozir qo'shimchani ma'nosini berayotgan so'z bu den hisoblanadi. Mana dentish. Stolni o'zbek tilida qo'shimcha qo'shaman. Nemis tilida o'zbek tilidagi qo'shimchani vazifasini artikl bajaradi. O'zbek tilida qo'shimcha so'zda orqasiga qo'shilsa, nemis tilida shu qo'shimcha so'z sifatida so'zda oldida keladi. Mana dentish, stolni bo'ldi. Mana shuning uchun kerak artikl. Xo'p. Tak, yoki mana ko'chada men do'stimni ko'rib qoldim. Men ko'chada do'st ko'rib qoldim demaysiz-ku, mana o'zbek tilida ham. Ko'chada men do'st ko'rib qoldim demaysiz, kim ko'rib qolding demaysiz-ku, kimni ko'rib qolding? Do'stni. O'sha ni qo'shimchasini men gapimga qo'shmasam, o'zbek tilida ham ma'nosi chiqmaydi. Nemis tilida ham xuddi ana shu ni ma'nosini anglatadigan o'sha aynan hushyor bo'lasiz, faqatgina akkuzatsiyada der dengaylana xolos. Ya'ni o'sha kimni nima so'roqqa javob bo'layotgan paytda bitta shu artiklda farq qiladi. Bular o'zgarmasa ham o'sha kimni nima so'roqqa javob bo'lganda so'zlar shu di yoki das bilan ketaveradi. Muammo bo'lmaydi. Mana men bitta do'stni ko'rib qoldim degan gapni yozsam, zeyn ko'rmoq mana. Ich sehe mana auf der mayli qisqaroq qilaylik. Den Freund. Do'stni. Mana yana yozamiz. Kimni? Den. So'rog'i, kimni ko'ryapsan? Do'stni ko'rib qoldim. Mana den Freund. Endi pastga yozamiz mana do'stni. Xo'p, qarang, do'st degan so'zni o'rgangansiz. Mana Freund degan so'z menga beryapti ma'nosini. Mana endi aynan ni ma'nosini menga hozir mana artikl beryapti. Mana o'zbek tilida men so'zda orqasiga nini qo'shyapman. Nemis tilida shu nini vazifasini artikl bajaryapti. Ya'ni aktiv holatda turgan artikl. Den. Endi xulosa, demak, gapimda faqat artikl ishlatilyapti. Sizlar o'rgangansizlar, masalan, predloglar degan narsa bor. O'sha o'zbek tilidagi ba'zi bir so'zlar, yordamchi so'zlarning vazifasida keladigan predloglar, preposition, preposition. O'sha predlog ishlatilmagan holatdagina shu artikllar biz aytayotgan qo'shimchalar vazifasini bajaradi, hozirgi tushuntirayotgan. Demak, xulosa, akkuzativ o'zi artikl kelgan paytda o'sha kimni nimani so'roqqa javob bo'lar ekan. Bo'ldi. Kimni nimani so'roqqa so'zim javob bo'lyaptimi? O'sha paytda siz artiklni akkuzativda qo'yishingiz kerak. Va bunda bittagina muskulatda hushyor bo'lishingiz kerak, xolos. Endi dativga o'tamiz. Dativ kimga so'rog'iga javob bo'lgan payt ishlatiladi. Ya'ni them, kimga. Them, kimga. Xo'p, mana artikllar o'zgarishi muskoda dem bo'ladi, jenskida der bo'ladi, sredniyda dem, ko'plikda den. Masalan, misol qilamiz. Men bitta bolaga to'p berdim. Kimga? Bolaga nimani berding? To'pni berdim. Xuddi mana kimga nimani so'rog'i ham bor. Ikkala so'roq ham bor. Qarang, kimga so'rog'iga javob bo'layotgan paytda men so'zni artiklni dativda qo'yapman. Nimani so'rog'iga javob bo'layotgan so'zni artiklni men akkuzativda qo'yapman. Misol, xuddi shu misolda yozamiz mana.
ich gebe, mana kimga? Bolaga. Demmi? Kind. Nimani? Den Ball. Endi to'xtamiz. Mana dem Kind. Xo'p, tagiga wem so'rog'iga javob bo'lyapti bu. Kimga ya'ni? Ha? Xo'p, buni hozir dativda alohida rang bilan ajratib olamiz. Ko'k mana. Xo'p, wem so'rog'iga javob bo'lyapti va yonma o'zbekchasi. Endi undan keyin nimani? To'pni. Was. Nimani so'rog'iga javob bo'lyapti. Xo'p, endi buni dembalni tak ustiga belgilab olamiz. Bu yerda o'sha akkuzativni misolida. Xo'p, endi qarang, dem kimga to'xtalamiz. Tagiga o'zbekchasini yozib solishtirib beraman. Bolaga. Bola degan so'zni o'zbek tilida bajaryapti. Shu so'zning ma'nosini. Xo'p, mana bola degan so'zni ma'nosida keladi. Endi aynan ga ma'nosini menga mana o'zbek tilida qo'shimcha qo'shyapman. So'zni orqasiga qo'shilyapti. Nemis tilida shu qo'shimchani vazifasini artikl bajaryapti. Bo'ldi. Ich gebe dem Kind. Bolaga. Agar men shu joyda kindni artiklni demni qo'ymasdan nominatsiyada das kinsam, men bola to'p berdim. Nima degani bu? Gap ma'nosi chiqmayapti. Shuning uchun kerak artikl. O'zbek tilidagi qo'shimcha vazifasini, ba'zi bir qo'shimchalar vazifasini nemis tilida artikl bajaradi. Kimga? Bolaga bo'ldi. Nimani? Mana yozaman yoniga. So'z o'zgaryapti, ko'ryapsizmi? Kindligicha turibdi. Faqat artiklni o'zgaryapman. Nemis tilida so'zni o'zgartirmayapman. So'zga qo'shimcha qo'shyapman. O'zbek tilida ham o'xshashlik bor doim. O'sha o'xshashlikda nemis tili bilan o'zbek tiliga solishtirsa bo'ladi har qanday holatini. Nimaga degan so'roqqa javob bor nemis tilida, aniqlik 90% o'zbeklar. Nemis tilini sizga qiyin deb uqtirib qo'yishgan, aslida nemis tili qiziq til, qiyin til emas. Mana qiziqligi isboti. Mana shu narsa. Faqat konsentratsiya, diqqat, e'tibor bilan shu narsani ko'rib, o'rganib turib, shunga amal qilinsa bo'ldi. Boshida ozgina qiyinchilik bo'lishi mumkin, lekin u vaqtinchalik, keyin avtomatik yurib ketadigan bo'ladi. Sizdan talab qilinadigan narsa shu artikl derdi, dasdi, akkuzativ, dativ, genetivda qanaqa bo'lishini bilib olsangiz va savolni bilib olsangiz bo'ldi. Bo'ldi, boshqa nimasiga unaqa problem bo'lmaydi. Yoki mana endi to'xtalamiz. Nimani? To'pni deyapmiz mana. Xo'p, yozaman. To'p ni dedim. Mana shu bal degan so'z mana to'p. Sariq. Mana o'zbek tilida ham o'zgarmayapti o'sha so'z. Hech qanaqangi bir harf yoki biror narsa qo'shmayapman. Nemis tilida ham. Endi ni ma'nosini menga hozir nemis tilida qo'shimcha qo'shib qo'yapman. Bo'ldi mana. Men bolaga to'pni berdim bo'ldi gapim. Agar shunda men balda artiklni der qilsam, to'p bo'lib qoladi. Men bola to'p berdim. Gap ma'nosi chiqmayapti. To'pni berdim aslida. Kimga? Bolaga. Shuning uchun dativ kerak. Endi genetivga to'xtalamiz. Genetiv o'zbek tilidagi endi jenskiy yoki sredniy roddagi so'zlarda siz artiklni bilsangiz, dativda o'sha kimga so'rovga javob bo'layotgan paytda di artiklli so'zlar terga, das artiklli so'zlar demga aylantirishingiz kerak. Endi bitta misollar orqali tezda tushuntirib ketyapman, chunki qolgan ikkinchi tushunishga ham to'xtalib o'tishimiz kerak, shuni hisobiga. Endi genetiv wessen, ya'ni kimning so'roviga javob bo'ladi. Kimning so'roviga javob bo'ladi. Mana, masalan, o'qituvchining darsi. Hech qachon sizdan chiqarmang, ko'p holatda nemis tili o'zbek tiliga teskari bo'ladi. Nemis tili o'zbek tiliga teskari. Ya'ni mana o'qituvchining darsi deyapman. Endi ana shu o'zbek tilida oxirida kelgan so'z nemis tilida boshida turadi. Mana o'qituvchining darsi zerikarli. Masalan, hozir zerikarli bo'lishi mumkin. O'qituvchining darsi zerikarli. Mana qarang. Unterricht. Mana der Lehrer o'qituvchi degani. Der Lehrer o'qituvchi. Der genetivda ana desga aylanib ketgan. Endi nemis tilida aynan muzika roddagi so'zlarda artikl bilan o'zgarish bilan birga des Lehrers orqasiga bitta es ham qo'shib qo'yiladi. Ko'p so'zlarda, hammasida ham emas, esdan chiqmasin, hammasida ham emas. Ko'p so'zlarda s qo'shiladi. Der Unterricht des Lehrers ist
Langweilig. Langweilig degani zerikarli. Langweilig. Xo'p. Qarang. O'qituvchining darsi deyapman. Yozaman. O'qituvchining darsi. O'zbek tili bilan nemis tili teskari deyapman. Mana o'qituvchining darsi degan so'zi, dars degan so'z orqada kelyapti. Nemis tili xuddi shu so'z oldida kelyapti. Ko'ryapsizmi? Nemis tili o'zbek tili teskari shunga aytyapman. Undan tashqari mana qo'shimchalar va artikl so'z oldidan kelyapti, orqasidan emas. Ko'ryapsizmi? Shunaqa joyi. Shu narsani bilsangiz ham gap tuzayotganingizda hali qiynalmaysiz chetdagi. Shu holatini yaxshilab o'rganib, miyaga quyib, ha, nemis tili o'zbek tili teskari ekan, orqasiga kelgan narsa nemis tili oldida kelar ekan. Bo'ldi. Ana shunga miyani o'rgatib olsangiz, shu lerers degan so'zni o'qiyapsizlar. Ha. Lerers mana. O'qituvchining darsi qarang. Unterricht degan so'zni mana darsi nima demayapman, darsi ga demayapman. O'shaning uchun darsi degandan keyin mana ni ga dadan qo'shimcha qo'shmaganimdek so'zda artikl ham mana der bilan keldi. Darsi bo'ldi. Nima dars? Nimani demayapmiz? Shuning uchun der bilan keldi nominativda. Xo'p, der unterricht ikkalasini bitta belgilayveraman. Demak, ranglarni farqlash uchun mana qizilga bo'yasam, aynan dars degan so'z shu kelyapti. Endi o'qituvchi degan so'zni ma'nosini layapti. Tak. Mana o'qituvchi. Endi aynan menga ning ma'nosini hozir artil beryapti. Mana des. Buni sariqqa. Mana. Mana baliq. Mana deydi-yu, nima? Mana. Endi bunga esini ham belgilab qo'yaman, chunki bu test ta'sirida qo'shildi, shuni hisobiga. O'qituvchining darsi. Darsi degan so'z mana oldinga o'tib ketdi, hammasini oldiga, chunki nemis tili o'zbek tili teskardik. Va ning ma'nosini menga hozir artikl beryapti, artikl o'zgarib beryapti. Va o'qituvchi degan so'z mana lehrer bergan. Bo'ldi. Kimning darsi? O'qituvchining. Savol beramiz mana. Kimning? Wissen. Kimning? Shuning uchun kerak artikl. Mana shu narsani siz o'rganib olsangiz, mana u savollarning farqini bilib olsangiz, kim nima so'rovga javob bo'lsa, nominativdagi artikl, ya'ni derdi dast qo'yaman. Kimni nima so'rovga javob bersam endi narsalar nisbatan nimaga degan so'z o'zbek tilida ikki xil ma'noda keladi. Birinchisi o'sha nimaga sabab ma'nosi, ikkinchisi biror masalan hayvonga yoki birorta jonsiz narsalarga nisbatan nimaga olding? Mushukka oldim, baliqqa oldim yoki biror narsaga oldim deyotgan payti kerakli bo'lgan so'roq so'z. Demak, keyin mana Wissen kimning so'rog'i bo'ldi. Mana shu savollar kimning yoki nimaning ma'nosidan keladi bu Wissen. So'rovlarga javob bo'lsa va gap tarkibida hech qanaqangi predlog ishlatilmaganda ba'zi bir qo'shimchalar vazifasini bajaradi. Shuni to'liq yozmaylik. Agar gap tarkibida hech qanaqangi predloglar ishlatilmasa, predloglar u yordam so'z nemisga yozib olinadimi? Yozib olinyapti, yozib olinishga. Tashlaymiz guruhni ham, xudo xolasa, vaziyatga qaraymiz-da. Predloglar ishlatilmasa deyiladi. Predlog bu o'zbek tilidagi ba'zi bir qo'shimcha va yordam so'zlarni o'rnida ishlatiladigan so'z ular. Uni alohida o'rganish kerak. Prepozitsion. Unda buni daxli yo'q. Bu savollarga qaramaysiz uni o'rganayotgan paytingiz. Mana u eng chekkasiga yozgan savollarimiz bor. Unda bunga bu savollarga qaramaysiz. Unda artikl nima vazifani bajaradi? Unda boshqa vazifani bajaradi. Artiklni 4 ta, 5 ta vazifasi bor nemis tilida. Birinchisi, so'zlar qaysi rodga tegishli ekanligini ko'rsatadigan maxsus so'z, derditas. Ikkinchisi, hozirgi tushuntirgan narsam. Mana kimga nima kimning so'roviga javob bo'layotgan paytda o'sha o'zbek tilidagi qo'shimchalar vazifasini bajaradi. Uchinchisi gap pozitsiyasida keladi. To'rtinchisi qo'shma gaplarda bog'lovchi vazifasida ham keladi. Relativ pronomen kimdir o'rgangan yoki yo'q.
va hammasi mana shu jadvalda yaxshi o'rganib olsangiz, boshidan A1dan bitta qo'shib o'rgatiladi. Yaxshi o'rganib olsangiz, keyinlari oson. Artikel nemisning yuragi hisoblanadi. Siz ana shu yurakni zo'r o'rganib olsangiz, qolgan narsalar unchalik nima deydi, problemali emas. Mana shu jadvalni o'rganib, nimaga degan savolga javob berib olsangiz bo'ldi asosiy. Shu narsa, bu qisqa tushuntirishim edi. Artikel bo'yicha shu o'rganish usulini sodda turish shu. Boshqa narsasi yo'q. Savolinglar bo'lsa, hozir kommentariyaga yozsalaring, men shu tushunmagan narsani hozir tushuntirilgan narsani yozib ketsalaring, mana oxiri savollar bo'lsa, kommentga yozinglar degan joyimga. Javob berib ketaveramiz. O'zi oshchilik, unaqa ko'p nima emasmiz, bemalol javob bersa bo'ladi. Ketdik. 5 minut vaqt mana shu savollar uchun javob beraman. Keyingi mavzuga o'tib ketaman. Gap strukturasini tushuntirib beraman. Xo'p, biror so'zlarni artikel bilan yodlashga nima maslahat berasiz? Biror bir usuli bormi? Usuli zo'r aka, zo'r usuli bor. Masalan, yangi so'z. Hamma lug'atlarda bilamiz. Misol bitta so'zni yozsangiz, artikel bilan ko'rsatib beradi. Agar artikel bilan ko'rsatmasa, u lug'at hisoblanmaydi. Ma'nosini topishingiz yoki so'z qaysi artikel bilan kelishligini topishingiz muammo emas. Endi uni mustahkamlash qanaqa qilinadi? Tak, masalan yozasiz, misol uchun der Mensch yozib qo'yilibdi lug'atda odam degani. Endi shu so'zni qatnashtirib gap tuzasiz. Esda qoling, masalan der Mensch ist ungeduldig. Mana o'rgandim, men gap yozyapman. Ungeduldig, sabrsiz, inson sabrsiz hisoblanadi. Ungeduldig. Endi men shuni mana bu hozir kimni nimani so'rovga javob bo'lganda yoki birorta misol bilan yozadigan bo'lsa, mana odamlarga yaxshilik qil. Odamlarga, mana du sollst sen qil deyapti. Qilishing kerak. Sollst mana dem Menschen helfen mana. Yordam berishing kerak. Kimga? Odamlarga. Demga aylantirdim, endi bo'ldi. Demga aylantirgandan keyin demga aylanadi xolos. Boshqa narsasi emas. Boshqa di yoki derga aylanmaydi. Endi to'g'ri dasam demga aylanadi, lekin der ham o'zgaradi. 2-3 ta gap yozib qo'ysangiz, so'z yaxshilab o'rganganingizdan keyin o'sha artikel bilan ishlat. Esingizda qoladi. U nima qilib yotishda hojati yo'q bo'ladi. Eng zo'r usuli shu. So'zni yodlaysiz, oldiniga mustahkamlaysiz, uni qatnashtirib gap tuzasiz. Gap tuzayotganingizda shu hozirgi o'rgangan narsangizga amal qilgan holda tutsangiz, artikel ham esingizda qoladi. Qaysi so'z qaysi artikel bilan keladi degan savolga keyin qiynalmasdan javob berasiz. Shu meni tavsiyam. Tak. Boshqa savollar yo'q bo'lsa, endi ikkinchi bergan temamizni nemislar gap strukturasi. Bu gap strukturasini ham o'sha A1da birinchi darsda masalan men o'zim tushuntirib ketaman. Xo'p, demak, nemis tilida gap strukturasi. Shu mavzuni qo'yamiz. Bu birinchi mavzuyimiz bo'ldi. Ikkinchisi endi gap strukturasi. Xo'p, birinchi qoida yozaman, nazariya, undan keyin tushuntirib ketaman. Gap strukturasida
Bu o'rgansangiz, ertaga siz nemis tilida gap tuzayotganingizda yoki gap gapirayotganingizda qiynalmaysiz, yaxshi o'rgansiz. Gap struktura. Qarang, sizlarga tushuntirilgan, sizlar fe'llar har qanday tilni o'rganishdan oldin maslahatim, endi meni tajribamdan kelib chiqdi, u bilmayman boshqa tillarda qanaqa, ko'p tillarda fe'lni o'rnini bilish kerak. Fe'l nima o'zi? O'sha harakat holatni bildiradigan so'z, ya'ni nima qilmoq, nima qiladi, nima qilyapti so'rovlarga javob beradigan so'z. Mana shu o'rnini yaxshi o'rganib olishingiz kerak. Demak, masalan, o'zbek tilida fe'llar, ya'ni o'sha harakat Xo'p, ozgina uzilish bo'lib qoldi. Davom etamiz. O'zbekistonda endi internetlarimiz ham zo'r ishlaydi. Xo'p, uzilish bo'ldi. Ovozimda muammo yo'q menimcha endi. Xo'p, ketdik. Nemis tili gap strukturasi. Demak, davom etamiz. Yana qaytaraman. Har qanday tilni o'rganayotganda fe'l harakat holatda anglatadigan so'zni o'rnini yaxshi bilish kerak. Men qarang. Sizlarga o'rgangan paytlaringda qanaqa tushuntirilgan bilmayman, o'rin bilan pozitsiyani farqini bilib olishingiz kerak. Pozitsiya nima, o'rin nima? Hozir to'xtalamiz bunga. Mana o'zbek tilida o'sha fe'l harakat holatda anglatadigan so'z gapingizga e'tibor qilsangiz doim orqasida keladi, eng oxirida keladi. Mana masalan, men Germaniyaga ketaman, ketmoq oxirida kelyapti. Men Germaniyaga ketaman, Germaniyaga men ketaman. O'rnini xohlagancha alishtiring. Ya'ni men ketaman, men Germaniyaga ketaman yoki Germaniyani boshiga oling. O'rnini xohlagancha alishtiring. Lekin oxirida fe'l turibdi. Yoki mana bugun biz bitta mavzuni ko'rib chiqyapmiz. Ko'rib chiqmoq gapning yorida kelyapti. Bugun biz ko'rib chiqyapmiz. Biz bugun ko'rib chiqyapmiz. Mavzuni biz bugun ko'rib chiqyapmiz. Boshqa so'zlar o'rni almashyapti, lekin fe'llar o'rni almashgan yo'q. O'zbek tilida ham. Nemis tilida-chi? Qoidani yozib tushuntiraman. Qarang. Nemis tilida ikkinchi pozitsiyada pozitsiya bilan o'rinni farqi bor. Ko'pchilik o'rin boshqa narsa. Hozir tushuntiraman pozitsiya. Nima uchun pozitsiya deganimizni? Pozitsiyada ikkinchi pozitsiyada nemis tilida qaus ichiga yozib qo'yish sodda xabar ma'nosidagi gap bo'lsa, masalan, bu yerda nima uchun qaus ichiga yozib ketyapman? Masalan, hozir biz o'rganayotganimiz xabar ma'nosidagi gap misolida o'rganamiz. Chunki, masalan, so'roq gaplarda yoki buyruq gaplarda, his-hayajonli gaplarda sal boshqacha unda. O'shaning uchun qaus ichiga sodda xabar ma'nosidagi gaplarni yozyapmiz. Sodda gap nima? U ya'ni qo'shma gap bo'lmagan, bitta o'sha fe'ldan tashkil topgan gap. Harakat holatdan anglatadigan so'zdan tashkil topgan gap. Endi qo'shma gaplarimiz bor. Qo'shma gap ikkita yoki ikkitadan ortiq bo'lgan fe'l ishtirokidagi gaplar. Endi tushuntiradigan bo'lsam, sodda gap nima degan narsa mabodo o'tayotgan bo'lsa, sodda xabar ma'nosidagi gap bo'lsa. Tak. Xo'p, xabar ma'nosidagi gap bo'lsa. Ikkinchi pozitsiyada fe'l, ya'ni harakat holatda anglatadigan so'z, fe'l tuslanib keladi. Xo'p, ikkinchi pozitsiyada deyapsiz. Misol uchun, tuslanish nimaligini bilasiz. Mayli, buni ham tushuntirib ketaveramiz mana. Matn
qilmoq. Endi osonroq so'z tanlab nima qilyapman? Hamma biladigan o'sha, chunki bu yerda masalan A1 yoki A2, B1, B2, balkim C1 darajali odamlar ham qatnashayotgandir. Hamma tushunish uchun hamma bilgan so'zni joniga teggan so'zlar bilan tushuntiraman. Demak, ikkita bu tuslanish mana shu mahi. Ya'ni o'zbek tilida mana tuslanish bor, qilmoq. Mana shu moqni vazifasini bizga mana n beradi nemis tilida. Mana o'zbek tilida men moq qo'shimchasini tashlab olib, so'zlar orqasiga qo'shimcha qo'shib yuboraman. Nemis tilida o'sha endi tashlab olib qo'shimchalar qo'shamiz. Masalan, men qilaman, men bajaraman, sen bajarasan, u bajaradi, biz bajaramiz mana. Moq tashlab olib, o'sha man, san, mizlarni qo'shyapman. Nemisda ham xuddi shunaqa o'xshashlik bor. Faqat o'sha man, sanmiz emas, uni ham o'zim qo'shimchalar mana. Ikkita qo'shaman, duda machst, mana sati Erziyesda macht, mana t qo'shiladi. Verba wir machen tak. Ja, Aus. Hop, oldin yozib olaman, keyin cho'ktarman qorayapti. Yerda macht zi bilan zida machen. Hop. Xo'p, mana shu orqasiga qo'shimchalar qo'shdim, endi tashlab olib. O'zbek tilida moq tashlab olib qo'shimchalar qo'shaman. Shu tuslanish deyiladi. Shu qo'shimchalar olish narsasini tuslanish deyiladi. Nemis tilida ham o'zbek tilida. Endi qoida aytilyapti. Ikkinchi pozitsiyada fe'l tuslanib kelsin deyilyapti. Masalan, mana men buni qildim, bajardim yoki bajaryapman. Bugun soat 12 da bajaryapman. Mana gap yozaman. Oldin gap yozib tushuntirib ketaman mana. Xo'p, ich mache heute 12 Uhr meine Hausaufgaben. Hausaufgaben. Yoki mayli, meine Hausaufgaben. Mana bitta gap. Qarang. Ikkinchi pozitsiyada fe'l tuslanib kelsin deb. Mana ikkinchi pozitsiyaga men maha degan fe'l tuslab qo'ydim. Ikkinchi pozitsiya turib, pozitsiyaga qo'ysam, qarang. Ich hozir birinchi pozitsiyada turibdi. Maha mana ikkinchi pozitsiya. O'rin bilan pozitsiyaning farqi bor. Qarang, endi mana 3 ta 4 ta so'zga mana heute 12 Uhr 1 2 3 4 4 ta so'z hozir bitta pozitsiyada turibdi. 3-pozitsiya. Isbotlab beraman hozir. Meine Hausaufgaben. Mening, xo'p, buni ham pozitsiyaga qo'ysak bo'ladi. 4-pozitsiya, Hausaufgaben 5-pozitsiyada turibdi. Endi qarang, heute 12 Uhr nimaga bitta pozitsiyada turibdi? Hech qachon sizdan chiqarmang. O'rin, agar o'ringa qo'yadigan bo'lsam, qarang, birinchi o'rinda ich turibdi, ikkinchi o'rinda maha turibdi, uchinchi o'rinda heute turibdi, to'rtinchi o'rinda turibdi, beshinchi o'rinda 12 turibdi. 6-o'rinda ur turibdi, 7-o'rinda mayne turibdi, 8-o'rinda Hausaufgaben. O'rin aytadigan bo'lsam 8 ta o'rinda so'zlar turibdi. Lekin pozitsiyadachi 5 ta pozitsiya turibdi bitta gapda. Endi pozitsiya bilan o'rinda nima farqi bor? Nimaga men pozitsiya degan so'z ishlatyapman? Javob, qarang. Bitta so'roqqa so'z yoki so'zlar bilan javob berishim mumkin. So'z yoki so'zlar bilan nechta so'zdan tashkil topgan bo'lsa ham qat'iy nazar bitta so'roqqa javob bo'layotgan bitta pozitsiyada turibdi. Ya'ni qarang, og'zaki aytildi, bu video darsi guruhga tashlanadi, undan ko'ra o'sha qoidani yozasiz bo'laveradi. Ich savol beramiz ana, kim? Men. To'g'ri, kim so'rog'iga bitta so'z bilan javob berdim, o'shancha bitta pozitsiyaga qo'ydim. Keyingi savol, nima qilyapman? Bajaryapman. Mahi, mana bitta nima qilmoq so'rog'iga machen, bajarmoq degan fe'l bilan javob berdim. Ikkinchi pozitsiyada turibdi. Endi qarang, heute 12 Uhr. Bugun soat 12 da. Qachon? Bugun soat 12 da.
to'rtta beshta so'z, lekin qachon so'rovga javob. O'shaning uchun bitta so'roqqa javob ber. Bu yerda ilmiy termin bilan aytganda hol va pozitsiyasi turibdi. Hol. Endi bu siz ilmiy terminda uloqtirib yuboring. Nimaligini tushuning bo'ldi. Chunki sizlar imtihonga kirsiz yoki Germaniyaga borsiz, hol nima deb so'ramaydi. Kesim nima, ega nima deb so'ramaydi. Ba'zi birlar sizlarga ega bunaqa narsa, ega mana bunaqa narsa, kesim bunaqa narsa, kesimni qo'yasan, egani qo'yasan, to'ldiruvchini qo'yasan, holni qo'yasan. Qattan tushunasiz siz. Sizdan u narsani imtihonda hech kim so'ramaydi. Germaniyaga borganingizdan keyin hech kim so'ramaydi. U miyaga keraksiz ma'lumot bilan to'ldirmaydi. Siz nima ekanligini tushunib oling bo'ldi. Siz filolog emassiz. Mana men filolog, men bilishim kerak. O'qituvchilar mendan so'rasa aytib berishim mumkin. O'zimning soham bo'yicha. Lekin siz til o'rganasizsiz, shartmas sizga. U egalma kesimlar to'ldiruvchi holni. Siz nima ekanligini bilib oling bo'ldi. U ilmiy termindan yiroqda o'rganing tilni. Har qanday tilni. Mana kim, men nima qilyapman? Bajaryapman. Ikkinchi pozitsiya. Qachon? Bugun soat 12 da. Uchinchi pozitsiyaga qo'ydim o'shaning uchun to'rala so'zni. Kimning, mening bitta so'roqqa bitta so'z. Nimalarni, vazifalarni. Endi qarang. Mana bu aytyapman, ikkinchi pozitsiyada doim fe'l kesim tuslanib deyapti. Mana o'rnini o'zbek tilida almashtirgan sana. Bugun men soat 12 da vazifa bajardim. Men soat bugun 12 da vazifa bajardim. O'rnini o'zbek tilida almashtiryapman, lekin fe'lni o'rnini almashtirmadim. Nemis tilida ham qilib ko'raman. Mana uchinchi pozitsiyadagi so'zni birinchi pozitsiyaga olib ko'raman. Mana heute 12 Uhr. Qarang, bitta pozitsiyani oldimda, ikkinchi pozitsiyada fe'l keladi deyapman. Mahr tuslanib qo'yapman. Ich uchinchi pozitsiya bo'ladi. Mana hisobga qo'shqamiz. Birinchi pozitsiyada qachon so'rovga javob berasiz? Mahr ikkinchi pozitsiya, ich uchinchi pozitsiya. Sizdan chiqarmang. Sodda gaplarda gapda o'sha kim so'rovga javob bo'lgan so'z kim, kimga, kimning demayapman, aynan kim. Kim so'rovga javob bo'ladigan so'z yo birinchi pozitsiyada yoki uchinchi pozitsiya o'rni o'zgaradi. 1 dan 3 ga, 3 dan 1 ga. Boshqa pozitsiyaga qo'ymayman buni. 4 ga 5 ga o'tkazmayman. 1 yoki 3 o'rni o'zgaryapti, lekin fe'l hech qaysining o'rnini bergani yo'q mana. Ikkinchi pozitsiya turibdi. Mana ich, mana hisobga oldim. 4-chi pozitsiya bo'lyapti, 5-chi pozitsiya bu. Ko'ryapsizmi? Mana isboti. Demak, ikkinchi pozitsiya fe'l turar ekan. Endi gaplarimiz tarkibida kimning, nimani so'rovlarni, kimning debman, kimga, nimani so'rovlariga ham javob berishimiz mumkin bitta gap tarkibida. Unda qanaqa bo'ladi? Gap tutib turasiz. Biz mana bitta dativ akkuzativni tushuntirdik. Mana kimga so'rovga javob bersak so'zlarda artikelni den-demga qo'yasiz dedik. Nimani so'rovga javob bersiz, akkuzativ holatdagi den-di das artikelni qo'yasiz dedik. Endi bitta gap tarkibida mana shu so'roqlarga javob berganimizda o'rni qanday bo'ladi? Buni A2 B1 da o'tiladigan mavzu. Mabodo siz hozir bitta tilni endi boshlagan, tilni ichiga endi kirib kelganlar bo'lsa, lekin bu deb hayron qolmayman degan maqsadda aytyapman. U mavzu endi keladi. Belkida yana nimaroq keladi, tekamul degan narsa bor. O'sha mittelpunkt deydi, o'sha o'rta anaqasi. Sizga ular ilmiy terminni aytib boshingizni ortishim kerak yo'q. U belkida o'rganadi. Xo'p, qarang, fe'lni o'rnini bildik. Sodda xabar ma'nosidagi gaplar kelganda ikkinchi pozitsiya tuslanib kelar ekan. Endi o'sha gaplarimizda kimga, nimani so'rovga javob bo'ladigan so'zlarning o'rni qayerda keladi? Fe'l hech qachon o'rnini bermaydi. Esdan chiqmasin. Xabar ma'nosidagi gaplarda fe'l doim ikkinchi pozitsiya tuslanib keladi. Endi bitta gapni olaman, shuni ko'rsatib beraman misolida. Qarang. Tak, ich schenke. Schenken sovg'a qilmoq. Ich schenke, mana meinem Vater. Kimga? Otamga. Nimani? Das Auto. Das Auto. Avtomobilni. Qarang, pozitsiyaga qo'yapman. Ich men, demak, kim men, schenke sovg'a qilyapman. Men kimga? Otamga. Hozir ikkala so'z bitta pozitsiyada turibdi. Chunki kimga? To'g'ri, mening degan savolga javob bor, mening otamga. Lekin
Otamga bu egalik ma'nosini berayotgan so'z bu. Bitta so'roqqa javob bo'la kelasiz. Kimga? Otamga. Aynan o'sha ota kimga tegishli ekanligini maynim so'z orqali berib qo'yapti. 3-pozitsiya bu. 4-pozitsiya mana das Auto. Ikkita so'z. Artikel bilan keladi, lekin nimani so'raysiz ular? 4-pozitsiya. Xo'p, mana fe'l o'rnini bermadi. O'rni qanday bo'ladi? Dativ hamda akkuzativ holatdagi so'zlar. Qoida yozaman. Demak, nemis tilida dativ va akkuzativ holatdagi so'zlar kelsa, fe'ldan keyin, mana ikkinchi pozitsiyada fe'ldan keyin har ikki so'z, ya'ni mana bu dativ hamda akkuzativ holatdagi so'z, har ikki so'z mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z bilan ifodalansa, mustaqil ma'noga ega bo'lgan har ikki so'z deyilyapti. Ikkalasi ham, ya'ni dativ ham akkuzativ holatdagi so'zni har ikkisi ham mustaqil ma'noga ega bo'lgan bilan ifodalansa, qarang, fe'ldan keyinoq dativ holatdagi so'z keladi. Undan keyin esa akkuzativ holatdagi so'z keladi. Qoidani yaxshilab o'qing. Mana bu so'zni siz ma'nosini bilishingiz kerak. Mustaqil ma'noga ega bo'lgan deyilyapti. Bu nima? Tushuntiraman. Mustaqil ma'noga ega bo'lgan. Qarang. Mustaqil ma'noga ega bo'lgan ikki xil so'z bor o'zi. Mustaqil ma'noga ega bo'lgan, mustaqil ma'noga ega bo'lmagan. Hozir men sizga ilmiy termin bilan aytsam, baribir tushunmaysiz uni. O'shaning uchun men soddaroq so'z orqali sizga tushuntirish uchun shu so'zni ishlatdim. Mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z. Birorta so'z aytsam, mana kim nima so'roqqa javob bo'ladigan so'zlardan birortasini aytsam, qaysi so'z aytsam, sizni ko'z oldingizga shaxs yoki narsa tasavvuri kelayotgan bo'lsa, o'sha so'z mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z. Masalan, mana hozir mana u gapimda meinem Vater das Auto deyapman. Vater, ota deganda sizga qanaqadir shaxs ko'z oldingizga keladi yoki auto, mashina desam, mana ko'z oldingizga qanaqadir o'sha narsa keladi. Endi sizga savol. U desam, hozir u kim yoki nima? U desam, ko'z oldingizga birorta so'z keladimi, biror narsa yoki shaxs keladimi? Yo'q, kelmaydi. Demak, bunaqa so'zlarimiz uni desam yoki mana, unga desam mana. Nima nazarda tutyapman hozir mana? Men uni ko'chada ko'rdim. Men uni kecha olganman. Nimani? Uni desiz. Nima nazarda tutyapman? Bu yerda hech nima tasavvur yo'q. Ko'z oldimga shaxs yoki narsa kelmayapti. U mustaqil ma'nosi yo'q. O'shaning uchun mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z u. Mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'zni siz o'sha birortasi sizga aytgan paytda ko'z oldingizga o'sha narsa yoki shaxs kelsa, shu mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z. O'shaning uchun aytilyapti. Har ikki so'z ham aynan mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z bilan ifodalangan bo'lsa, qarang, fe'ldan keyin mana ikkinchi pozitsiya fe'l turibdi. Keyin sirazi dativ holatdagi so'z keladi. Undan keyin akkuzativ keladi deyiladi. Endi qarang, nemis tili qiyin til emas, qiziq til. Qiziqligi mana shu yerda. Xo'p, endi qoida yozaman. Agar fe'ldan keyin kelgan dativ va akkuzativ holatdagi so'zlardan biri, qarang, so'zga e'tibor qiling, so'zlardan biri mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z bilan ifodalansa,
bilan ifodalansa, o'sha so'z fe'ldan keyin keladi. Qarang qoidani. Dativ bilan akkuzativ holatdagi so'zlardan biri mustaqil ma'noga ega bo'lmagan, mustaqil ma'noga ega bo'lmaydigan so'z bu o'sha hozir aytgandek, u bu shu o'sha degan so'zlar. U desam, bu desam hozir, shu desam, nimani nazarda tutgan bu? U so'zlarning mustaqil o'zini ma'nosi yo'q. Ular qaysidir so'zga ishora qilib keladi. Masalan, mana mening bitta akam bor. U mendan katta. Bitta hozir u akani izohlab kelyapti. U degan so'z boshqa narsani ham izohlash mumkin. Masalan, mana men bitta mashina sotib oldim. U yangi. Bitta u deganda endi mashinani nazarda tutyapman. Ko'ryapsizmi? U degan so'zning mustaqil ma'nosi yo'q. Boshqa so'zlarda ishora qilib kelyapti. O'shancha o'zining mustaqil ma'nosi yo'q. Endi aytilyapti, o'sha dativ va akkuzativ holatdagi so'zlardan biri mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z bo'lsa, o'sha fe'ldan keyin keladi deyapti. Qarang, xuddi shu gapni mana. Ich meine Vater das Auto. Hozir ota kim? Mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z. Nimani? Avtomobilni, mashinani. Ikkalasi ham ma'nosi bor. Endi buni aytsamchi, men otamga uni sovg'a qildim. Mana das Auto, birinchi gap yozib olaman. Das Auto ist neu. Avtomobil yangi. Qarang, men uni otamga sovg'a qilaman. Ich schenke, qarang, es meinem Vater. Hozir fe'ldan keyin nima birinchi kelyapti? Uni degan so'z. Mana ikkinchi paytda fe'l turib pozitsiyaga qo'yamiz endi. Bir, mana 2. Uchinchi pozitsiya endi hozir akkuzativ o'rnida turibdi. Mana tagida savollarni mana keyin yozib ketaylik, shunda tushunish oson bo'ladi. Tak. Mana when kimga dativ bo'lyapti? Kimga yozib qo'yamiz? Dativ. Demak, tak. Yashilga belgilaylik. Mana endi das Auto. Akkuzativni ko'kka mana. Nimani? Was. Nimani? Akkuzativ bo'ldi. Va bu keyin kelyapti. Tak, bularni ham belgilab qo'yamiz. O'rni, pozitsiyasini ko'rish uchun mana bu birinchi gap. Endi bu yoqda o'rni almashdi shularni. Ikkinchi pozitsiya lekin fe'l hech qachon o'rni bermayapti mana. Xo'p, qarang, endi savol beramiz. Was oldinga chiqdi endi. Nimaga? Chunki mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z bilan ifodalanadi. Nimani? Tak. Demak, ko'kka bo'yaman. Akkuzativ bo'lyapti chunki. Akkuzativ. Mana s. Xo'p, endi dativ. Keyingisi. When kimga? Dativ bo'ldi. Sal. Xo'p. Qilishtiramiz. Mana bunday. Bu yashil endi. Mana shu narsani hozir siz yaxshi o'rganib olsangiz bo'ldi. Siz gap strukturasida ertaga xato qilmaysiz. Bo'ldi. Xo'p, endi qarang, nima desamchi? Aytyapman, ikkala so'zdan bittasi mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z bo'lsa, o'sha so'z fe'ldan keyin keladi deyapman. Endi mana otamni bugun tug'ilgan kuni, men unga mashinani sovg'a qilaman. Bitta unga deyapman endi. Bu o'sha mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z endi. Xuddi mana yozaman. Heute ist der Geburtstag. Mana tepada o'rgangan narsamiz hozir. Mana Geburtstag des Vaters. Mana otaning tug'ilgan kuni bugun. Nuqta. Geburtstag des Vaters mana. Otaning tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kun Geburtstag.
Ko'ryapsizmi? Otaning tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kun o'zbek tilida oxirida, nemis tilida boshiga yozdim. O'zbek tilida nemis tilida teskari. Xo'p, endi yozyapman mana. Men unga mashinani sovg'a qildim. Ich schenke ihm mana. Beldan keyin sразу unga das Auto. Yana yozamiz ana pozitsiya 1 2 fe'l o'rnini hech kimga bergan mana. Mana bu joy o'zgartiryapti hozir. 3 bo'ldi bu va das Auto 4 bo'lyapti. Nemis tili qiziq til, qiyin til emas. Prosta bog'liqli joyini va sodda tillar, sodda so'zlar bilan o'zingizga bilasiz, hali ifodalar olsangiz qoidasini. Bo'ldi. Bu tildan osoni yo'q. Xo'p, Ikkinchi ihm das Auto dedim. Endi o'rni almashdi. Mana demak, dativni biz yashilga belgilab keladi. 3-chi paytga o'tib ketdi. Das Auto mana akkuzativ. Nimani? Avtomobilni. Sizlar odamda nemis tilni o'rganayotgan odamda o'sha psixologiyasi ham juda katta rol o'ynaydi. Siz qiyin dedingizmi, bo'ldi. Nima tana xuddi shu narsani qiyin deb qabul qiladi. Aytadi-ku, u har qanday nafaqat til o'rganish hayotda ham Alloh masalan, bandan so'ragi, men beraman. Erta masalan aytilmagan, u sen yaxshi narsani so'rasanggina beraman, yomon narsani so'rasang bermayman demagan. Siz so'rayapsiz o'sha narsani. Nemis tili qiyin til. Bo'ldi, siz shu duo ketdi. So'radingiz shu narsani. Sizga qiyin qilib beradi. Bo'ldi, sen qiyin deysan, mana senga beradi. Siz ana shuni qiyin tilni qiziq til bu. Juda og'ir deb ishonish ham kerak. Ko'pchilik duo qiladi, ishonmaydi. Qalbdan duo qilib o'shanga ishonish kerak. Iymon bilan o'sha hamma narsa mana u siz musulmonmiz, biz iymon keltirganmiz, har qanday dilimizdan o'tgan narsa duo hisoblanadi. Bandan so'rasang beraman. U yaxshimi, yomonmi beradi Xudo. Siz yaxshi narsani o'ylaysiz ham, yomon narsani o'ylaysiz ham, har qanday o'yingizga siz ishonyapsizmi? Bo'ldi, duo. Siz o'sha paytda nemis tili qiyin til, siz qiyin qilib beradi. Oddiy shuni misollaysiz. Nemis tili oson deb shu narsaga ishonish ham kerak-da. Ko'pchilik nemis tili oson deb, haqiqatda oson turib o'zi ishonmasa, yo'q, foydasi yo'q. Ishonish ham kerak. Ishansagina keyin o'sha haqiqatda osonligi ni ko'rsatib beradi Xudoy. Demak mana endi dativni oldinga olib chiqdim nimaga? Chunki men mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z, ya'ni kimga? Unga deyapman. Unga, masalan, unga degan so'zni men boshqa narsani ham ishora qilib gapirish mumkin. Unga men o'sha ovqatini oldim. Bu yerda quyonni ham misolda kelyapti. Mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'zda bu. Ishora qilib keladigan so'z o'shaning uchun. Demak, when kimga? Dativ keldi mana, yashil. Undan keyin akkuzativ kelyapti. Was. Nimani? Akkuzativ. Ana shu nemis tili hisoblanadi. Welcome to German language dedi-yu, bundan osoni. Xo'p, endi gap strukturasini asosiy narsa shu, hozirgacha shetgacha birorta tushunmagan joylaring bo'lsa, hozir kommentariyaga yozsalaring, men o'sha savollaringga javob beraman. Nu ochiq mana kommentariyani ko'ramiz, qani. Tushungan bo'lsalaring, tirs saytlarni bosib ko'rasizlar. Like chani deydimi, nima deydi? Kutamiz, qani savollar bo'lsa yozinglar. Birorta tushunmagan joylaring yoki g'aliz bo'lgan joyi. Qiyomatcha go'zal deysiz Shukurxonaga? 100% ash gapda aytib turadi hozir. Yaxshi, 1 minut hozir.
Endi agar savolinglar yo'q bo'lsa, yo'q ekan. Yo'q bo'lsa, endi hozir buni bitta qoidasini ko'rsatib beraman. Undan keyin oxirgi dativ va akkuzativ qachon qaysi biri? Qachon qaysi biri? Shuni tushuntirib beraman. Demak, hozir buni davomi. Demak, agar fe'ldan keyin keladigan dativ va akkuzativ holatdagi so'zlarning ikkalasi ham mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z bilan ifodalanadi. Mustaqil so'z bilan ifodalansa, fe'ldan keyin birinchi akkuzativ, keyin dativ keladi. Ana qarang, endi fe'ldan keyin keladigan dativ hamda akkuzativ so'z holatdagi so'zlarning ikkalasi ham mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z bilan ifodalansa deyapti. Boshida aytdik, ikkalasi ham mustaqil ma'noga ega bo'lgan so'z bilan ifodalansa, birinchi dativ, keyin akkuzativ dedik. Endi bunisiga qarang. Ikkalasi ham mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z bo'lsa, birinchi akkuzativ, keyin dativ. Qarang, aytdimki, boshida tillar xalqlarga o'xshab ketib qoladi. Masalan, yoki xalq tiliga o'xshab ketib qoladi. Ikkita nazariya bor deyshadi. Mana o'zbeklarda bizning mentalitetimizda kichkinalar, masalan, bir kichkina sen kimsan, kichkina o'tir deydi. Ya'ni kichkinani sig'dirishmaydi. Har doim kim o'sha katta. Bizda shunday narsa bor. Katta haq, katta o'sha to'g'ri yo'lda. Noto'g'rimi, noto'g'rimi o'shani aytgan, ya'ni gapini olmaydi kichkinani. Ya'ni endi nemis tilidachi, nemislar kattami, kichikmi, agar gapi to'g'ri bo'lsa oladi. Yoki sen kichkinasan, sen boshliq bo'lma deydi. Katta boshliq bo'lish kerak deydi. Endi tushuntiradigan bo'lsam, qarang, nemis tili grammatikasida ham ba'zi bir holatda dativ oldinga o'tyapti, ba'zi bir holatda akkuzativ. Bir kun u, bir kun bu poshsho bo'lyapti. O'zbek tilidachi yo'q. Xuddi o'shaning singari aytgan gapim, til yo xalqqa o'xshab ketib qoladi, xalq yoki tilga o'xshab ketib qoladi. Xo'p, demak, misol qilamiz ana. Xuddi shu gapni o'zi. Men otam shu ikkalasini unga bitta gap tarkib qilaman. Mana shenke s il bo'ldi. Qarang. Fe'ldan keyin ikkalasi ham mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z. Shuning uchun birinchi akkuzativ, keyin dativ kelyapti. Uni unga. Demak, pozitsiyaga qo'yamiz. 1 shenke, 2 s 3-pozitsiya, in 4-pozitsiya. Bo'ldi. Mana. Savol vas nimani? Uni. Keyin when. Kimga? Dativ. Bu akkuzativ. Xo'p. Akkuzativni boshidan beri ko'kka bo'yab kelyapmizmi? Mana nimani so'rab akkuzativ bo'lyapti? Keyin dativ mana. In. Bo'ldi. Mana. Ikkalasi ham mustaqil ma'noga ega bo'lmagan so'z, o'shaning uchun birinchi akkuzativ, keyin dativ holatdagi so'z. Siz endi bu narsani tushunishingiz uchun meni deyman, uni, unga, undan degan so'zlarni bilgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni men sen u, biz siz ulardagi uni o'rgangan bo'lishingiz kerak. O'shanda bu narsaga tushunasiz. Agar u narsani o'rganmagan bo'lsangiz, usiz qiyin bu qoidani tushunish. Xo'p, demak gap strukturasi asosiy negizi shu. Endi 3-mavzu. Qiynalmaydi shu. Hammasini. O'sha hamma onlayn nimada yo'q, menimcha. Katta ehtimol bilan,
so'raganlarni o'zi har doim shunaqa bo'ladi. Ataylab qilamizki, qog'oznikilarni yozib beradi ba'zi birlar. Mayli, mayli, Allah sanki Sardor deganda davom etamiz. Demak, 3-mavzuimiz o'zi nima edi? Nimalar yozdik? Hozir bitta ko'rib olay ham. Akkuzativ yoki dativ qachon qaysi bilan? Bitta akkuzativ yoki bir-biriga juda bir-biriga bog'liq bo'lgan mavzular tanlaganimiz-chi, bu meni. Dativ, akkuzativ yoki dativ. Domla zo'ratyapsiz darsni o'tiring. Qiyomati. Taxtachani urib qo'yishadi. Xo'p, akkuzativ yoki dativ. Qachon qaysi biri? Juda oson bu. Qachon qaysi biri? Xo'p. Bu mavzu aynan predloglar bilan bog'liq. Tepada men nimani tushuntirayotgan paytimda aytdim. Mana bu yerda. Birinchi tushuntirgan mavzu mana yerda mana. Aynan akkuzativ dativ. Bitta predlog ishlatilmagan paytda mana shu so'roqlarga javob bo'lardik. Endi predloglar bilan bog'liq narsa sal aynan tak. Oldin predloglarni yozamiz. Mana birinchidan in u ma'nosi bilan birga ichiga neben yoniga tak unten ostiga bular predloglar bular. Demak aynan veksel preposition deyiladi. Nimada? Ostiga. Ilmiy terminda no lekin predloglar. Demak unter deganim unten deb uzr. Unter ostiga. Hinter orqasiga. Hinter orqasiga. Tak. Auf ustiga. Tak, auf bo'ldi. Über tepasiga. Tak, yana qaysilar qoldi? Zwischen orasiga. Tak, zwischen neben qaysilar qoldi? Bilsalar aytvorlar, mana shu mavzu o'rganganlar. An yoniga degani bu ham aynan yoniga. Qaus ichiga yozib qo'yaman, yopishgan holatda turganda. Tak, yana qaysi qoldi? In, neben, unter, hinter, auf, über, zwischen, an. Yana bor bo'lsa mabodo endi mana shular misolda ham tushuntirsak bo'ladi. Mabodo qaysidirlari esdan chiqqan bo'lsa, hozir yozish esdan chiqqan bo'lsa, ko'rib olsalar ham bo'ladi. Wechsel Präpositionen qaus ichiga yozib qo'yaman, mana bitta siz kelib chiqadi. Xo'p. Dativ akkuzativ. Tepada mana jadvali turibdi. Mayli, shuni aynan nominativ bilan birga ko'chirib olib chiqaylik, kopirovat qilib. Shu joylari kerak chunki bizga aynan boshqatdan jadval qilganim yaxshi hozir. Nominativ, akkuzativ, dativ, dasti. Xo'p. Nominativ, akkuzativ, dativ. Maskulin, der, feminin. Endi qisqartirib yozyapman, neutrum va ko'plik, plural. Tak, dasti. Der, den.
buniki dligicha qoladi. Bunda der. Das die bunda den. Xo'p, tushunamiz mana shu. Qarang, tepada yozilgan mana shu veksel preposition ishlatilganda o'sha so'zlarda kim nima so'rovga javob bo'ladigan so'zlarni yo dativ holatda yoki akkuzativ holatda talab qiladi, yoki unisi yoki bunisi. Endi savol tug'iladi, qachon qaysi biri? Mana shuni o'rgatmoqchiman bugun. Bunda tepada aytdik, mana gaplar tarkibida shu hozir yozgan predloklardan birortasi ham yo'q. O'sha predloklar ishlatilmagan paytda o'sha kim nima, kimni nimani, kimga nimaga, kimning nimaning so'rovlariga javob bo'ladi. Ha, endi bo'lsa bu yerda predlok ishlatilyapti. Predlok ishlatilgan paytda akkuzativda bo'lishi uchun so'z aynan shu predlok, veksel preposition boshqa predloklarni aytmayapti. Ertaga masalan, "Mana qaraylik-ku, bitta bu narsa ekan-ku" degan narsa emas, aynan veksel preposition uchun aytilyapti bu qoidalar. Wohin, ya'ni qayerga so'roviga javob bo'lsa, men akkuzativ holatdagi artikellarni qo'yaman so'z oldiga. Endi vo qayerda, vo qayerda, ya'ni dativ endi bu. O'zbeklar, nemislar o'zbeklarni o'ylab osonlashtirib qo'yganda, osonlik topa olgan. Qayerda oxiri da bilan tugaganmi? Mana da. Dativ ham da bilan boshlangan. Mana bog'liqlik. Dativ da bilan boshlangani uchun qayerda so'rovga javob bo'ladi. Shu veksel preposition ishlatilganda. Shu hali ozgina detalli joylariga ko'pchilik tilni o'rganadiganlar yoki o'rgatadiganlar e'tibor bermaydi. Shunaqa bog'liqlik joyini tars aytib ushlab olsangiz, aytayapman, nemislar qiziqligicha qoladi. Qiyin bo'lmaydi. Qiyinlashtirib, siz o'z qiyinlashtirmoqdingiz degani, bu faktik nemislar qiyin degani emas-da. Shuning uchun doim qiyin deganlarni men qiyin emas, qiziq deyman. Mani anaqa so'zim qayerdadir boshqa odam tilda eshitib qolsa, mabodo bu shoir aytgani payslar. Xo'p, demak, da bo'lsa dativ deyilyapti. Mana masalan misollar orqali ko'rib chiqamiz. Tak, misol uchun legen qo'ymoq degani aynan yotqizib qo'ymoq, yotgan holatda, demak qo'ymoq. Biror narsani qayergadir qo'ymoq. Qo'ymoq, qavs ichiga yotqizib deb qo'yaman. Yotqizib. Xo'p, men qarang. Masalan, men suvni yo'q, nima bo'lib ketib qoladi o'zimizga. Ich lege die Flasche baklashga, ya'ni shu suvni baklashga yozdim. Mana die Flasche. Yo'q, uzr. Hazillashdim. Ich lege das Heft daftarni, chunki yotqizib qo'ymoqda, masalan, baklashga men hech qachon yotqizib qo'ymayman. Yon boshladi. Buni tik holatda qo'yaman-ku. Shuni hisobiga yotqizib degan so'zga u tushmaydi hozir. Ich lege das Heft nimani qarang. Men nimani qo'yapman? Daftarni. Akkuzativ bo'ladi, tepada aytgan narsa. Hozir mana shu yergacha yozgan joyimda predlog ishlatilgani yo'q. Shuni hisobiga so'zlar degani das bilan keladi. Nimani so'rovga javob bergan uchun. Mana ich lege das Heft qayerga? Qayerga qo'yding? Masalan, mana stol ostiga qo'ydim. Stol degan so'z mana tish edi. Ostiga degani mana unter. Endi wohin so'rovga javob bergancha stol artikli der denganlanadi. O'zbek tilidan nemis teskari tish. Yozaman o'zbekchaga solishtirib mana. Stol ostiga. Qarang, stol degan so'z nemis tilidan o'zbek tilidan o'zgarmaydi mana. Tish. Saru emas, yashil qilaveraylik mana. Stol. Endi osti degan so'zda ham mana o'zbek tilidan nemis tilidan o'zgargani yo'q. Ko'kchaga mana unter. Nima o'zgaryapti? So'z o'zgarmadi. O'zbek bilan nemis tilida ham qarang, ga qo'shimcha qo'shdim. O'zbek tilida. Nemis tilida so'zni o'sha
artikelni benga aylantirib qo'ydim. Endi qarang, daftar stol ostida turibdi, o'zi turibdi. Yotgan holatda tursa liegen turmoq. Yotgan holatda deb qo'yaman. Xo'p, endi gap yozyapman mana. Das Heft unter dem Tisch. E'tibor bering. Nemis tilida faqatgina artikel o'zgardi. Boshqa so'zni o'zgartirmadim. O'zbek tilida solishtiraman. Stol ostida. Mana, qarang, o'zbek tilida da qo'shimchani o'zgartiryapman. Xolos o'zbek tilida ham. Haliga aytishim, nimaga unaqa, nimaga? Endi o'zbek tilida shunaqa bo'lgandan keyin nima, nemis tilida bunaqa o'zgarish bo'lishi mumkin emasmi? O'zbek tilida qo'shimcha vazifasini hozir artikel bajaryapti yana. Mana stol degan so'zim o'zgarmadi, nemis tilida ham, o'zbek tilida ham. Ana yashilga belgilasam mana. Tish. Endi osti degan so'z ham nemis tilida ham, o'zbek tilida ham o'zgarmadi mana. Qaysi ko'kchaga belgilaymiz mana. O'zgarmadi unda. Nima o'zgaryapti o'zbek tilida? Qo'shimcha o'zgaryapti. Gadan daga, gani olib tashlab da qo'shyapti. Nemis tilida nima o'zgartiryapti? Artikelni bo'ldi. Mana o'zbek tilida o'zgargan narsa nemis tilida ham o'zgarsa nima qildi? Qiyin deyshadi. Qiyin emas-ku mana. Men aytdim boshida, so'zlarda ba'zi bir qo'shimchalar vazifasini artikel bajaradi, ba'zi birlarini. Endi aynan predlog, veksel preposition ishlatilganda hozir biz ga bilan dani o'rganyapmiz. Veksel preposition bu. Tepadagi so'rovlarga qaramaysiz. Veksel preposition ishlatilganda aynan akkuzativ dativda wohin yoki wo, qayerda ya e'tibor berasiz. O'shanda ham mana so'zda orqasiga qo'shilgan qo'shimcha o'zbek tilida, nemis tilida o'sha qo'shimchani vazifasini artikel bajaryapti, o'zgaryapti. Endi o'zbek tilida qo'shimcha o'zgaryapti, nemis tilida artikel bo'ldi. Shu xolos. Mana shu narsa. Va esingizdan chiqarmang, aynan veksel prepositionlar ishlatilganda men buni endi hozir qisqa qilib tushuntirdim. Bitta to'xtalib, alohida nima qilmasdan bitta narsani aytaman og'zaki. Birorta shaxs yoki narsani e'tibor bering. Shaxs yoki narsani harakatiga boshqa odam yoki narsa ta'siri ostida bo'lsa, doim akkuzatsiya bo'ladi. Veksel preposition ishlatilgan. Mana qarang. Men daftarni stol ostida turishligiga aralashganman. Ya'ni o'shaning uchun akkuzatsiya. Albatta, narsani o'zi turibdi pastda. Qayerda turibdi? Pastda. Bu yerda shaxs aralashuv bo'lmayapti. O'shaning uchun dativ. Shaxs yoki narsani, yana qaytaraman qoidani. Shaxs yoki narsani harakatiga biror boshqa shaxs aralashsa, akkuzatsiya turadi degan. Masalan, o'zbek tilida aytyapman. Men seni vokzal oldiga tashlab qo'yaman. Mana o'sha sen degan shaxsni turishligiga men aralashdim. Lekin men vokzal oldida turibman, o'zim turibman, shaxs aralashmayapti. Shaxs aralashsa demak akkuzatsiya ekan, shaxs aralashmasa dativ ekan. Bo'ldi. Shu narsa. Mana shu hozir bu qisqa bo'ldi. Men endi yana misollar bilan anaqa qilmadim-da. Lekin agar siz bu mavzuda o'rgangan bo'lsangiz oldin va ana shu aytilgan narsalarga amal qiladigan bo'lsangiz, bu nima muammo emas, ortiqcha narsasi yo'q. Bu veksel prepositionda o'sha juda qiynaladigan bo'lsa, savolga qaraysiz. Wohin qayerga so'rovga javob bo'lyaptimi? Bo'ldi. Akkuzativ. Dativ dativ mana alohida belgilab qo'ydim. O'zbeklar o'ylagan nemislar dativ da bilan boshlangan uchun qayerda so'rovga javob bo'ladi. Bo'ldi shu. Tak, hozir polni uchala mavzu tushuntirdim mana. Agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Birorta savollaring bo'lsa, shu hozirgi tushuntirgan joyimgacha bo'lsa, bemalol bering. Javob beraman. Muammo emas. O'sha kommentariyaga yozib qo'ysangiz, hozir javob beraman. Savollar kutaman. Qani? Savollar yo'q bo'lsa, ertaga dushanba. Menimcha yo'q. Tushunarli. Bo'ldi, agar savollar yo'q bo'lsa, yakun yasaymiz.
Ertaga endi Xudo xolasa hamma ishga o'qishga ketadi, o'shaning uchun dam olgan yaxshi. Bo'lmasam keyingi darslar ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz, ko'rishguncha deb qolamiz. Yaxshi dam olinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizdan chiqarmayman, nemis tili qiyin til emas, qiziq til.